O'yinchoq men bajaraman va men hozir kreativdaman, chunki youtuberlar istagan narsa kreativdan narsa olib challenge bajarish mumkin narsalar kreativdan. Shuning uchun men hozir kreativdaman va xuddi hamishagidek mana shunaqa biomeda chiqdi. Bo'lmasa biz videoni boshlaymiz. Xullas qarang, 50 ta tanatni ichida o'zingiz xullas 50 ta tanatni ichiga uraysiz, keyin portatib sразу qo'shib ketishingiz kerak bo'ladi. Shuni qilsangiz agar obunachilar obuna bo'lsin kerak. Va mana xullas TNTlar ham turibdi. Narx 50 ta. Hozir men darrov portatib suvga yuguraman. Mana shuni ko'tamoqchi shuni portatim kelyapti. Qoch endi, qoch. Yo'q, qo'rqib tushaman. Chunki ana u Elnurchik biomini aytmagan edi. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Bu juda ham ko'p portatdi. Keyingi youtuberga o'tmasak bo'lmaydi lekin. 150 ta blok sindiring. Mana daraxt bariga hisobga o'tmaydi. Oson sinadigan bloklar hisobga o'tmaydi. Hozir shuncha vaqt deganda men qurib boshladim. Qada biz ketdik. Baribir ham siz tanlagan sapling bo'lmasa ham zato u o'sasinadigan bloklar deganda hammasini aytib chiqish kerak edi. Lekin u unaqa qilmadi. Biz esa vaqt kamroq qoldi. Endi biz shunaqa qilib shunchasi boost tashlab va shunaqa qilib qo'yib yuboramiz. Mana shunaqa qilib juda zo'r bo'ladi. Lekin o'lib qolmasak bo'ldi. Bu yaxshi fikr deb hisoblamayman, chunki men jonim kamayadi. Ayyo. Yaxshi, unaqa vaqt allaqachon o'tkazmasa qilolmadi bu challenge-ni. Yo'q, qilolmadim. Va keyingi youtuberga o'taman. Bro, sizga challenge Vardinni yeriga 3 ta temir bilan boring haligi bazasiga. Xullas men bu challenge afsuski bajara olmadim, chunki men Vardinning uyini Minecraftda umuman ko'rmaganman. Shuning uchun bajara olmadim deb o'ylayman. Va xullas men ikkita youtuberni bir videoda bajaraman, chunki bir qiyin oson emas. Qilishni iloji yo'q, challenge bu yerda shuncha yutqazdi. Bo'lmasa videolar juda sekin chiqadi, chunki endi men o'qishga ko'p e'tiborni qaratmoqdaman. Shuning uchun haftasiga bitta video chiqadi, xafa bo'lmaysizlar. Lekin Telegramda aktiv bo'lib turaman.